Qisqacha aytsam, Motofest men uchun hech qachon shunchaki avtofestival bo'lmagan. 2021-yil bu yangi boshlanish edi. Biz shunchaki mashinalarni, madaniyatni, atmosferani chin yurakdan sevadigan insonlarni bir joyga jamlashni xohladik. Baland shiorlarsiz, lekin to'g'ri energiya bilan. 2022-yilda biz keyingi qadamni tashladik. Vertolyot olib keldik. Turli mamlakatlardan kamyob bo'lgan avtomobillarni bir joyga jamladik. Aynan o'shanda men bir narsani tushundim. Motofest oddiy tadbir emas. U avto ishqibozlarining balkim asosiy yig'ilish markazi bo'lishi mumkin. 2023-yilni biz katta tavakkal bilan boshladik. O'zbekiston tarixida ilk bor drift musobaqasi o'tkazdik. $500 ming budjet, SNG davlatidan kelgan professional pilotlar va shu paytda bir narsaga aniqlik kiritdik. Biz katta o'yinga tayyormiz. 2024-yilda esa men o'zim trekka chiqdim. Olmaotada bo'lib o'tgan KATS Markaziy Osiyodagi professional drift ligasida ishtirok etdim. U yerda maxsus qurilgan drift maydoni bor edi. Ulkan, puxta o'ylangan jahon darajasida. Rostini aytsam, bu nihoyatda kuchli tajriba edi. Masshtab, tashkilotchilik, pilotlari darajasi barchasi juda yuqori va aynan o'sha yerda meni bir fikr tark etmadi. Nega aynan bu O'zbekistonda bo'lmasligi kerak? Nega bunday darajadagi drift musobaqalari bu yerda rivojlanmasligi kerak? Nega butun dunyodan pilotlar aynan O'zbekistonga kelmasliklari kerak? Shundan so'ng biz KATS tashkilotchilari bilan rasmiy va ongli qarordod qildik. Katta miqyosda. 2026-yil bahorida O'zbekistonda xalqaro drift chempionati va yirik avtofestival bo'lib o'tadi. Bu sport haqida, masshtab haqida, madaniyat haqida, bu driftning jahon xaritasida yangi nuqta haqida bo'ladi. Motorfest va KATS 2026 tez orada.